Inson har doim kurash ichida. Bu qanday kurash ichida? Bizni ichimizda yaxshilik ham bor, yomonlik ham bor. Bu yaxshilik va yomonlikni Alloh taolo, ya'ni bitta jismga sinov mana shu o'zi aslida. Mana shu jismimizni ichida bizni nafsimiz, shahvatimiz, hammasi, aqlimiz ham, idrok, yaxshi tomonlarni aytayapman endi. Aqlimiz, idrokimiz, qalbimiz, hamma yaxshi tomon, hammasi bitta jismda va ular bir shaklda kelishib yashaydi. Bir shaklda bu dunyodan o'tadi, ya'ni tushuntira oldimmi? Ya'ni mana shu qarama-qarshiliklar ichida insonni o'zini topishi, o'zini anglashga urinishi, boshqa bu uning eng asosiy tamal vazifasi. Endi agar biz atrofga qaraydigan bo'lsak, bu ikki holatdan bir holati g'olib bo'lganlarni ko'ramiz. Bular yoki o'sha shahvoniy tarafi, ya'ni tan bilan bog'liq, jism bilan bog'liq bo'lgan, bu dunyo bilan bog'liq bo'lgan qismlari g'olib kelganlar, qaysiki hayvonlar shunday. Masalan, hayvonlar faqat o'sha jismini istaklari bilan harakat qiladi. Qorni ochiq, masalan, bir nima so'ragan ekan olim odam shogirdidan, "Qorning ochsa nima qilasan?" "Ovqat yeyman." "Uyqung kelsa nima qilasan?" "Uxlayman." "Jahling chiqsa nima qilasan?" "Janjal qilaman." "Shahvating kelsa nima qilasan?" "Jimo qilaman." Va butun hayvonlar ham shunday qiladi deb javob bergan ekan. Sen qilgan bu ishlarni hammasini hayvonlar ham qiladi. Bu kim? Bu o'sha bu tarafi g'olib chiqqanlar. Endi ikkinchi bir odamlarni ko'ramizki, tarixga qarasak ham, bugun ham atrofimizga qarasak ko'ramiz bunday odamlarni, hayotini bir shaklda go'zal yo'lga qo'ygan, insonday yashayapti. Tafakkur qilib, fikr qilib, anglab, anglatib, to'g'ri yo'lga kirib, chaqirib yashayotganlarni ko'ramiz. O'shaning uchun o'sha inson yaxshi bo'lsa farishtadan a'lo, yomon bo'lsa hayvondan battar bo'ladi deganda, mana shu ikkita kurashda ichimizdagi kurashni nazarda tutiladi ki qaysi bir tomonimiz yutqizib qo'ysa, yaxshilik tomonimiz yutqizib qo'ysa, bizni hayotimiz yomonliklar asosida yashashni boshlaymiz. Yaxshilik tomonimiz g'olib bo'lsa, yaxshiliklarga ko'milib yashaymiz va bu biz uchun bir katta ne'mat.